Assalomu alaykum. Hurmatli kanalımız a'zolari, hurmatli xaridorlar. Bugun 9-iyunni 2025-yil 9-iyunni o'zlarimizni shunday qo'lda ustalarimiz tomonidan yasalgan kotyollarimiz sotuvga chiqishni boshladi. Narxi, oldingi narxlari 9 milyon so'm edi. Hozirgi narxlari 2 milyon so'm qaytgan, 7 milyon so'mdan hamma aparaturalari bilan o'zining ventilyatorlari, o'zining termoregulyatorlari bilan qo'shib beriladi. Dastlabki xizmatlarimiz Xorazm bo'ylab bepul. Bu adresimiz Xorazm viloyati Shovot tumanida. Mana Shovot kurugimiz. Shu kurugdan kelganingizda mana shu magazinlar. Bundan keyin ham bizda sotuvda Rossiya Federatsiyasida ishlab chiqarilgan shunday ko'mir, toza Uragan nomli, Zeus nomli, Cooper nomli, Sof nomli kotyollarimizdan ham kelgan. Mana yap-yangi. Buni price naqd pula savdo qilsangizlar, price bahosidan 10% skidka beriladi.